Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli parvozlar. Yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Charchamay sog'-omon yuribsizlarmi hammanglar? Bugun yana kichkinagina obzorcha qilamiz. Inshaalloh Alloh qodir qilguncha fermachamizga keldik mana. Kaptarlar ko'chada, xudo xolasa hammasi havola issiq. Fermaga keldik. Fermamizda quyonlar ham bor. Shu quyonlarni ham bir obzor qilib beraylik sizlarga. Bir ikkita podpисчиклар so'ragan edi. Quyonlaringiz ham bor ekan, quyonlaringizni ham bir ko'rsating deb. Xo'sh. Bu fermachamizni sizlarga ko'rsatgan edim. 4 metrlik, eni 4 metr garajda. Ichkarisi 8 metr. 4 ga 3 qilib ikkita xona qilib olganman. Birinchi mana kirib kelaverishdagi xonamiz. Quyonga ham ozgina qiziqamiz. Shu quyonlarni joylashtirib qo'yganmiz chiroyli qilib. Keyin bitta eshikdan o'tib u tarafga katta xonaga o'tamiz. Bugun nasib bo'lsa inshaalloh quyonlar haqida ozgina sizlarga obzor qilib beraman. Mana bu quyon xonamiz bo'ladi. Quyon xonamizda 12 ta katakchamiz bor. Mana shu 12 ta katakchada quyonchalarimiz. Obzor qilib beraman, xudo xolasa. Quyon xonamizning ko'rinishi shunaqa mana. Bu yoqda ham kataklar bor. Bu birinchi katagimiz edi. Shu bilan boshlaganmiz. Keyinchalik sekin bu kataklarni yasab bu yoqqa o'tkazganmiz quyonlarni. Sizlarga quyonlarni obzor qilaman. Quyonlarimiz hamma har xil zot boqadi. Bizda joyimiz kichkina bo'lgani uchun anaqa dekorativniy quyonlardan boqamiz. Quyonlarimiz kichkina. 1 kilo 200 chiqadi. Sizlarga ko'rsataman. Mana bu quyonimiz. Mana. Buni laqabi Vola. Angliskiy minilar mana ko'rdinglarmi? Bittagina narsa bo'ladi. Bir qarich. Basharalari katta, quloqlari kalta. Ana shunaqa quyoncha bo'ladi. Mana Toshkentda Baspro degan firma bor. O'sha Baspro degan firmadan olingan. Mana bu odamdan qochmaydi bular. Yuradi odamga qarab sakrab, o'ynagisi keladi mana. Buni laqabi Vola. Bir qarich mana qaranglar. Mana bu basharachalar. Narvo. Quyonchamiz. Bu pasida bor. Mana. Pasidagi ham. Bularning zoti bir, faqat rangi boshqa. Bu ham mana angliskiy minilop hisoblanadi. Bu ham bir qarich. Mana. Buni ham qaranglar, kallalari buldogchaga o'xshaydi, buldog itga o'xshaydi bular. O'zlari qizil mana. Chiroyli narsa, bir qarich. Bu ham shu odamga talpinadi, o'ynaydi odam bilan. Uyga boqishlarga zo'r deb bular. Qaranglar, o'ynaydi. Umuman odamga unaqa tishlab, odamdan qochish, unaqa narsa yo'q bularda. O'ynaydi, faqat o'ynagisi keladi. Bir-biridan go'zal bo'laman. Vola. Qandaysan? Zo'rmisan? Sen qandaysan? Mana shunaqa bularni boqamiz. Bu yog'ida yana bitta narimiz bor. O'ta kichkina bu judalarda. Sifat darajasi judalarda yaxshi buni. Qani. Mana. Keladi bular, ko'rdinglarmi? O'ynaydi. Basharachalari. Kichkinagina bir qarich quyonchamiz. Mana. Bu ham angliskiy minilop mantiya degan rangi. Mantiya deydi. Ana basharachalari. Buldog bo'lyapti, buldog. Bir-biridan go'zal. Bular narlar bular hammasi. Bir qarich. Mana qaranglar. Mana shunaqa quyon boqamiz. Bularni tagiga mana shunaqa apilka tashiymiz. O'sha axlati chiqqanda o'sha axlatini hidini ushlab turadi.
hidini chiqarmay turadi. 4 kunda bir tozalab turamiz. Ularning tagini 4 kun, 5 kun. Uzog'i 5 kun, 6 kun. Tez tagi tozalanib tursa, toza pokizagina turadi. Hech qanaqa mana bunaqa hid chiqmay, chiroyligina bo'lib turadi. Ana shunaqa quyonlarimiz. Bu yoqda bor. Ana sizlarga bitta ona quyonni ko'rsataylik. Mana. Bu ona quyonimiz. Bu ham shu angliskiy minilop. Rangi Siam deyiladi buni. Bolalari bor, 3 ta tuqqan. Kichkinagina bolalarini qaranglar. 3 ta tuqqan. Bitta mana o'ziga o'xshab tuqqani bor. Chiroyli bolalari. Orqasiga o'tib olishdi. Qani, qoch qani. Ke. Bolalaringni ko'rsatsanmi? Ey. Bular shunday ajoyibda bular qarang. O'yinchoq bular, o'yinchoq. Mana bolalar. Shunaqa bola bergan bular. O'tir, mana turingen deydi rangini. U bitta qora bergan. Mana. O'zi katta qilib boqib olib boraveradi. Bularni ham mana shu tagida. Shunday pokizagina turadi. Mana bu nima deganilarga bu suv. Suv idish, mana suv ichadi bundan. Mana shu yerdan suv ichadi. Bu yoqda yana bitta ona quyonimiz bor. Angliskiy minilop. Bu yoqda yana bitta quyonimiz bor. Bu ham mana angliskiy minilop. Moda bu ham yotibdi issiqda. Chiqqani bu yoqqa nima? Issiqqa ozgina qiynaldi. Bularga ozgina bugun ventilator qo'yamiz. Bu yoqda yana bitta narimiz bor. Mana chiroyli qaranglar. Bu angliskiy minilop. Brokken deydi bu rangda. Ke. Mana. Bu nar bu. Ajoyib buni ham kallalarini qaranglar, buldukka o'xshaydi. Mana. Modalar. Quyonlarimizni Toshkentga chiqarib yubordik. Toshkentga olishdi bolalari. Bu yoqda ham bor hozir. Tak, bu yoqda modachamiz bor. Ikkita bolasi bor buni ham. Ular hammasini zoti bitta angliskiy minilop deyiladi. Mana modasi. Kichkinagina mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Qarichim bir qarich. Mana ikkita bolasi bor. Bular o'sha katta bo'lib qoldi. Buni ham xudo xolasa egasi chiqadi. 3 tasini olib ketishdi Toshkentga, 2 tasi qoldi. Xudo xolasa bularning ham egasi chiqib qolar. Bu yoqda yana bitta modamiz bor, mana yotibdi. Bu ham angliskiy minilop. Brokken deydi buni ham. Ozgina asab bo'ldi bu. Asab bo'lsa bular quloqlarini turg'izib oladi. Bu ham zo'r bo'lgan, mana kallalari ishib chiroyli bo'lgan. Bu ozgina odamdan qo'rqadi. Yoshda bu hali. Qo'rqmaydi endi, ozgina o'zini olib qochadi. Har zamonda bir. Ke. Bu ham ko'payish arafasida, xudo xolasa. Bu yoqda bitta narimiz bor. Ke. Ke qani? Ke. Tulovga kirgan. Tulovatdi bu. Mana shunaqa quyonlarimiz. Kimga qiziq bo'lsa
Qafaschalari yaxshi, o'ziga mos qilingan, yopiladi. Yoqqan bo'lsa video like qilib bosib qo'yasizlar. Tanishlarga yuborib qo'yinglar kanalimizning rivoji uchun. Qarashing. Bu вообще boshqacha-da bu. Bular boshqacha. Qarang, hammasi kallarni chiqarib olib, o'ynagisi keladi. Shunday qilib quyonlarni ham boqamiz. Bu ham o'ziga yarasha nima deydi, qiziqish, ishqibozlik. Bunday qilib yopib chiqaman, sizlarga bitta obzor qilib beraman hozir. Mana. Shunday qilib boqamiz akalar. Ular nima yeydi, nima berasiz deganlarga mana bunaqa idishimiz bor mana. Bu nafaqat nima deydi, quyonlarni yemiga, umuman hamma don mahsulotlarini ushlashga yaxshi. Menda 3 ta bor, kaptarlarga ham olib qo'yganman. Bu yoqda turibdi kaptarni yemlarini ushlash uchun. Mana bu quyonlarimizni yemi. Mana bunaqa yem beramiz. O'zini maxsus yemi, Toshkentdan keladi bu. Mana shunaqa yemni yeydi. Mana krujkacha bilan bitta beramiz. Yetadi. Hozirgi kunlar shuncha yeydi. 170 ming turadi buni bir qopi, 25 kilo qopidan. Bir oyga bemalol yetadi mana quyonlarimiz. Bir piyolacha yeydi. Hozir issiqda yemaydi. Uncha ko'p yemayapti. Yemimizning oti Royal Fet. Toshkentdan chiqadi maxsus yem. Quyonlarga jamaza qilib yeydi. Mana shunaqa kichkinagina obzor sizlarga akalar, quyonxonamizdan, fermamizdan. Birga bo'lib turinglar, likelarni bosinglar, kommentariy yozinglar akalar. Bizga hech qanaqa bir like bosgandan pul tushmaydi bu kanalda hech qanaqa. Yagonagina shu podpисчикларni, obunachilarni ko'paytirib berish uchun likelarni bosib, kommentariy yozib bildirsanglar, shu internetda yaxshiroq aylanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, xizmatimiz uchun bitta like, komment, do'st birodarlarga yuborib qo'yinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Sog' salomatlikda ko'rishamiz. Keyingi videolarda kanalda obuna bo'lib qolaveringlar. Keyingi videolarda bundan ham chiroyli videolarni chiqaramiz. Keyingi videolarda bundan ham chiroyli videolarni chiqaramiz.